Men Rahmatullayev Tohir Bekmurodovich, yurak qon tomir xirurgiman, flebolog, ultratovush diagnostika shifokoriman. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida istiqomat qilaman, ishlayman. Almazov nomidagi ilmiy tadqiqot institutida yurak qon tomir kafedrasini dotsenti bo'laman. Kandidат meditsinskiy xirurgman. Asosiy ish faoliyatim yurak qon tomir kasalliklarini davolash, ayniqsa varikoz kasalligini har xil turlari va darajalaridagi kasallikni davolash.